o'tgan yili, o'tgan oy yoki hech bo'lmasa o'tgan haftada qilgan hamma ishlarimni esla olayman deydiganlar oramizda juda ham kam uchrasa kerak. Shuning uchun ham biz uchun muhim bo'lgan ishlarni qayd etib borishimiz maqsadga muvofiq. Shu jumladan qabul qilgan arxitekturaviy qarorlarimizni ham maxsus joyda qayd etib borishimiz talab etiladi. Bunday hujjatlarni ADR, ya'ni ingliz tilida Architectural Decision Records deyiladi. O'zbek tilida arxitekturaviy qarorlar qaydlari desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qabul qilgan har bir arxitekturaviy qarorimizni alohida bitta ADR hujjati sifatida qayd etib qo'yamiz va vaqt o'tishi bilan o'sha loyihada ishlab, uni arxitekturasi ustida ishlashimiz davomida bunday hujjatlar ko'payib boradi va bular ADRlar jurnalini tashkil etadi. Odatda hozirgi vaqtda ADRlar Markdown formatida, tekst formatida yoziladi. Markdown formatini xohlagan tekst editorda ochib, uni o'zgartirishimiz mumkin. Yoki kerak bo'lsa, uni chiroyli qilib UI ko'rinishida ham ko'rsatib beradigan maxsus pluginlar bor. Shu jumladan Visual Studioda ham ADR Manager degan maxsus plugin bor. O'shaning yordamida biz ADRlarni boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'tgan darsimizda o'rgangan software architecture'ni ikkinchi qoidasi qanaqa edi? Unga ko'ra, nima uchun bu qanday qilibdan muhimroq? Shu sababli ham biz qabul qilgan qarorlarimizni o'zini ham va undan maqsadni ham qayd etib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bu ADRlarning formati tashkilotdan tashkilotga farq qilishi mumkin. Ba'zi tashkilotlarda qisqaroq bo'ladi, ba'zi tashkilotlarda ko'proq ma'lumot bo'ladi. ADR taxminan quyidagi ma'lumotlardan tashkil topgan bo'ladi. Yuqorida mana shu ADR haqida metadata bo'limi bo'ladi. Ya'ni metadata degani mana shu hujjat haqidagi qo'shimcha to'ldiruvchi ma'lumotlar. Masalan, uni to'ldirilgan sanasi, vaqti, kim tomonidan to'ldirilgani, mana shu qarorni qabul qilishda ishtirok etuvchi shaxslar ro'yxati, mana shu qarorni qabul qilishda maslahatlashilgan shaxslar ro'yxati, mana shu qarorni holati, ya'ni statusi, bu haqida birozdan so'ng yana to'xtalib o'tamiz va shu kabi metadata ma'lumotlar bo'ladi, yana qo'shimchalar ham bo'lishi mumkin. Undan keyin mana shu ADRni qisqa lo'nda sarlavhasi bo'ladi. Odatda sarlavhada mana shu qaror aynan nima haqida ekanligi lo'nda qilib va shu bilan birga uni tushunishga, izlashga oson bo'ladigan qilib yoziladi. Sarlavhani oldida esa uni tartib raqami yoziladi. Ba'zi tashkilotlarda 3 ta xonali tartib raqam, ba'zilarda 4 ta xonali ishlatilishi mumkin. 0033 yoki 015 kabi tartib raqam bo'ladi. Undan keyin 2 nuqta qo'yilib, uni boya aytilgandek title sarlavhasi yoziladi. Undan keyin context yoki problem statement ba'zi joylarda context, mana shu qarorni biz qanday holatda qabul qildik, mana shu qarorni qabul qilishga bizni undagan vaziyatlar qanday edi? Ya'ni mana shu qarorni qabul qilishdagi kontekst yoritiladi. Odatda bu kontekst degan joyda technical sabablar yoziladi yoki bo'lmasam vaziyatga qarab uni qaror qabul qilishga bizga undagan moliyaviy yoki bo'lmasam siyosiy sabablarni ham yozishimiz mumkin. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Undan keyin decision maydoni, ya'ni aynan o'sha qaror bu yerda yoziladi. Qanday qaror qabul qildik? Ya'ni o'sha ikkinchi qonundagi aytilgan nima uchun bor-ku, o'sha nima uchun mana shu qarorni maqsadi yoziladi. Bu qarorni maqsadini yozishda biz bunday o'ylaymiz yoki bizni fikrimizcha degan oldi qochdi gaplarni yozmasdan aniq qilib mana shunday qilamiz deb qat'iyatli bilan yoziladi. Undan keyin consequences maydoni, ya'ni mana shu qaror qabul qilishimizdan qanday oqibatlar kelib chiqadi? Ya'ni pros and cons. Ya'ni mana shu qarorning oqibatida paydo bo'lgan ijobiy va salbiy oqibatlar bu yerda yoritiladi. Endi keling mana shu bitta qarorni to'ldirishga misol ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, biz mijozlar so'rovnomasi qiladigan tizim ustida ishlayapmiz va mana shu mijozlar so'rovnomasini
storage'ini tanlayapmiz. Ya'ni o'sha ma'lumotlarni qanday database saqlash kerakligini qaror qabul qilyapmiz. Shuning uchun uni mana shu qarorimizni sarlavhasiga, masalan, tartib raqami 0034 bo'lishi mumkin. Undan keyin mijozlar so'rovnomasini ma'lumotlarni saqlash uchun relatsion ma'lumotlar omboridan foydalanish degan sarlavha berishimiz mumkin. Albatta sana bilan vaqt qo'yiladi. Undan keyin o'sha qarorni qabul qilayotgan arxitektorlar, maslahatlashganlar ro'yxatga yoziladi va arxitektor qarorlarni holati vaqt o'tib o'zgarib turadi. U qanday holatda bo'lishi mumkin? Boshida proposed degan holatda bo'lishi mumkin. Taklif etildi degan holatda. Ya'ni hali biz bu qarorni qabul qilmadik. Uni hozircha o'ylayapmiz, taklif qilyapmiz. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin, barcha fikrlar o'rganilgandan keyin uni accepted, ya'ni qabul qilindi yoki rejected, ya'ni rad etildi yoki bo'lmasam keyinroq expired holatda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rib turganimizdek, bu arxitektura qarorlar bitta statik qaror qabul qilindi, bo'ldi degan narsa emas. Balki vaqt o'tishi bilan, loyiha rivojlanishi bilan bu qarorlar ham ularning holati o'zgarib borishi mumkin. Misol uchun, mana shu misolimizga keladigan bo'lsak, hozircha biz ma'lumotlarni saqlash uchun relatsion database Postgres'ni tanlagan bo'lishimiz mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan, masalan, mijozlarning talabi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu biz qilgan tanlovimiz ularning qo'ygan qaysidir talablariga unchalik mos kelmagan bo'lishi mumkin, qandaydir noqulayliklar keltirib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham biz keyinchalik yana arxitektorlar o'tirib, buni maslahatlashib, demak, keyingi yana boshqa qaror qabul qilishimiz mumkin. Faraz qilaylik, bu keyingi qarorimiz, masalan, 0123 desak, bu qarorimiz avvalgi qarorimizni o'rni bosuvchi qaror bo'ladi. Ya'ni e'tibor bering, bu yerda ham biz eski qarorni ustidan yozib tashlamaymiz. Uni shundayligicha qoldiramiz. Faqatgina eski qarorning holatini superseded by deymiz-da, mana bu yangi qarorni raqamini qo'yib qo'yamiz. Shunday qiladigan bo'lsak, biz qarorlar nima uchun va qanday qilib qaysi qaror bilan almashganini, tarixini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa faqat biz uchun emas, balki mana shu loyihada ishtirok etayotgan boshqa biznes rahbariyat, analitiklar, boshqa arxitektorlar uchun ham foydali bo'ladi. Ya'ni bu o'sha qaror qabul qilishimizdagi sabablarni aniq qilib yoritib ko'rsatib beradi. Ya'ni shaffoflik ta'minlanadi. Faraz qilaylik, o'sha yangi qabul qilgan qarorimizda kontekstni quyidagicha yozishimiz mumkin. Biz so'rovnoma natijalarini saqlash formatini soddalashtirishimiz kerak. Hozirgi ishlatilayotgan relatsion ma'lumotlar ombori bunday qilishimizga qiyinchiliklar tug'diryapti. Chunki uni qat'iy sxema talablari sababli biz bunday qila olmayapmiz. Masalan, premium mijozlar uchun biz kengaytirilgan sxema ishlatishimiz talab etilyapti. Hozirgi relatsion baza esa bizga buni qilishga imkon bermayapti deb kontekstni yozsak bo'ladi. Va kerak bo'lsa, EDR'imizda yana ko'rib chiqilgan variantlar degan bo'lim ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rib chiqilgan variantlardan masalan, o'sha Postgres SQL o'zini ishlataveramiz va JSONB degan maxsus ustunda saqlaymiz ma'lumotlarni yoki bo'lmasam MongoDB degan alohida yangi databaseni ishlatamiz degan ikkita variant ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Endi qaror bo'limiga nima deb yozamiz? Qaror bo'limiga masalan DocumentDB ga o'tish bizga tezlikni va moslashuvchanlikni beradi. Shu sababli biz so'rovnoma ma'lumotlarini MongoDB da saqlaymiz. Mana shu decision, ya'ni qarorga misol bo'ldi. Endi consequencesga misol keltirsam, masalan, ijobiy tomoniga sxemani o'zgartirish vaqti 0 ga tushdi. Salbiy tomonlariga esa jamoa yangi texnologiyani o'rganishi talab etiladi deb yozsak bo'ladi. Darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.